Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Xotira bu xalqning yuragi. Har bir xonadon va har bir oila urushning og'ir izlarini o'z qalbida olib yuradi. Bugun 2025-yil 9-may. G'alaba kuniga 80 yil to'ldi. Har bir xalqning yuragida unutib bo'lmas xotiralar bo'ladi. Bizning xalqimizning qalbida esa eng og'ir, eng botirona sahifalar bu urush yillari bilan bog'liq. Bugun biz tarix sahifalarini varaqlaymiz. Hurmat bilan, ehtirom bilan. 1941-yil 22-iyun. Dunyoni larzaga solgan Ikkinchi jahon urushi boshlandi. O'zbekiston xalqidan 1,951,000 dan ortiq o'g'lonlar frontga yo'l oldi. Ular orasida oddiy dehqon ham bor edi. Ustoz ham, talaba ham. Ko'plari qaytmadi. Ko'plari abadiylikka aylanishdi. Ammo ular orqaga chekinmadi. Vatan uchun kurashdi. Ularning har biri bugungi tinchligimizning asosi. Urushning har bir sahifasi jasorat va qurbonliklarga to'la edi. 100 minglab o'zbeklar jangda halok bo'ldi. Minglab faxriylar esa urushdan keyin hayotini davom ettirib, bizga tinchlik keltirdi. G'alaba ular uchun, biz uchun juda qimmatga tushdi. Barcha qahramonlarimiz ular hayotini fido qilgan vaqtda bizga tinchlik taqdim etdi. Biz bugun yashab turgan tinch va farovon hayot bu ularning qurbonligining mevasi. Bugun biz tinchlikda yashayapmiz. Bizga tinchlikni ato etganlar bizning ajdodlarimiz. Biz bugungi avlod ular qahramonligiga doim hurmat ko'rsatishimiz, ularning xotirasini abadiylashtirishimiz kerak. Kitobxonlar, maktablar, yodgorliklar va madaniy tadbirlar bu bizning burchimizning belgisi. Har bir yosh avlod bugun bu haqda bilishi va urushning ahamiyatini tushunishi kerak. Vaqt o'tadi, lekin xotira qoladi. Har bir g'alaba, har bir tinch kun bu yurtimizning jasur insonlari, ularning qahramonligi va fidoyiligi haqida. Bizning xalqimiz qachonlardir urushda mangu hayotni yaratish uchun kurashdi. Biz esa ularning xotirasini yashatish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz kerak. Xotira mangu, g'alaba abadiy. Yodgorlik mangu, g'alaba abadiy. 2025-yil g'alabaning 80 yilligi.